2 oylik dufu bilanla manda o'xshagan sev qo'rishni o'rganib oling. 5 qach meva yebni to'ymaysiz. Itili sulim intayin atdi birlik o'zingiz o'rganib olaysiz. Ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval dufuni videoda ko'rsatgan bo'yicha sal qilliroq qilib to'g'rib olamiz. Cho'ng kichikligini o'zingizlarning ehtiyojiga qarata to'g'rib olsanglar bo'ldi. Undan keyin so'ng piyoz maysi, samsaq, Xiaomi'larni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rib olamiz. Undan keyin bir tal tuxumni yaxshi ilashtirib olgandan keyin dufuga milib olamiz. Mushunga o'xshash yangilik taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba. Bozorlik so'q say darsimizning 10 ko'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazik 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qozonni tigini maylab dufuni silib oldikayni sarg'aytib olamiz. Endi buningga qiyam tayyorlab olaylik. Bir chin qaynoq suvga cho'ng istamning laxi qo'yini malajir tetitqisidan ichki qo'sh atrofida silib, azroq tuz silib yaxshi ilashtirib olamiz. Cho'ng istamning cho'ngligiga yozda o'rxilsam bo'ldi deb samirib ketishdan ansirab ochiq narsalar yemayotgan do'stlarimiz, cho'ng ustamning laxo'g'i tetitqisida qo'rqmay shavqov etib yesanglar bo'ldi. Maysiz, tuzi az, ajoyib yeyishlik. Videoda ko'rsatgan bo'yicha qiyamni ustiga to'kib 2 minut qaynatiblam olsak bo'ldi. Ishtahingiz tutilib, achchiq xumoringiz tutgan kunlar cho'qim bir etib sinab yiqing, ta'm tilingiz lam qoldi.